Assalomu alaykum aziz obunachilar. O'rmanglar charchaymabsizlar. Mana har xil ko'rinishdagi mashina, mototsikllarimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga qisqacha video obzor qilib ko'rsatib beraman. Har xil kilo ko'taradi, har xil farzandli sig'adi ichiga. Sizlarga hozir qisqacha video obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana o'ng tarafdan boshlaymiz. Range Rover Autobiography mashinamiz. Bu 6-7 yosh bola uchun mo'ljallangan. 40 kilo, 45 kiloga yuk ko'taradi. Mana oldi abrisov ko'rinishi. Cho'tki ishlangan. Tepada Telegram nomerlaringizni qoldiramiz. Shu Telegramga SMS xabar tashab, shu kanalingizga ulamoqsizlar bo'ladi. SMS yozib qo'ysizlar, glavniy svitlar yonadi. Pоворotniklargacha yonadi bunda. Oldi abrisovkalar ham yonadi. Kumku bo'lib, yarki svitlar, ancha yarki. 40-45 kiloga yuk ko'taradi. Xo'p, balonlarga kelsak, balonlari yumshoq, yurganda o'zar chiqmaydi. Rezina balon, 4 ta balonlarda motorchilari, 4 ta balonda amortizatorlari ham bor. Mana eshik yon taraflari, bakuylari ham qaylinadi. Xo'p, eshiklari mana ochilinadi, qulfli, eshiklargacha yonadi, chiroyli yonadi. Mana pоворотникlarni ham qo'yib qo'yamiz. Mana pоворотникlargacha yonadi, mana orqa ko'rinish. Range Rover Autobiography. Eng trendga ketayotgani, eng ko'p olishadiganlik mana shu mashina bo'ladi. 2 o'rindiqli, eko-ko'ysideni, remellari bor, pultni ham boshqarsa bo'ladi, pedallarda bor, pedallarda boshqarsa bo'ladi, rullarda boshqarsa bo'ladi. Tablolargacha yonadi, multimedia sistemasi bor, katta kichkina fleshka ham qo'ysa bo'ladi, kachilalargacha bo'ladi. Mana ichki salon qismlari. Bu mashinamiz mana ham pukovka qilingan variantlari bu. Hop, mana. Bu ham zo'r ishlangan mashina. Hop, keyingisi mototsikl BMW R-Min mototsiklimiz. Bu 100 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. Balonlar rezin yumshoq balon, yurganda o'zar chiqmaydi. Mana glavniy svetlari yonadi, spiral svetlargacha yonadi. Ancha derski qilib ishlangan, originaldek qilib ishlangan. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Hop, 18 volt akkumulyator joylashgan, orqa balonlar tortadi. Xuddi zaryadka simlari ham bor. Hamda remellari bor. Aylangan remel aylanadi. Katta motori bo'ladi, bitta yaxlit. Postavkalar bor. Oyoq qo'yib oladigan ikkita tarafda joylari bor. Bitta o'rindiqli. 7 yoshdan bir 14-15 yosh bolalar uchun mo'ljallangan. 7 yoshdan 14-15 yosh bolalar uchun mo'ljallangan. Benzin bakli qilib ishlangan, multimedia sistemalari bor. Signallari ham bor. Balongina, multimedia sistemasi, fleshka ham qo'yishsa bo'ladi, muzikalar qo'yishsa bo'ladi. Yoqib o'chirishlari, mana ham tormozlari bo'ladi. Tormozlari mana bu yerda kolodkalar bor, original kolodkalar. Tormoz berganda siqadi, mana shu tros ulangan. Oldida tormozlari oldida bo'ladi. Rullari ham zo'r ishlangan, tablolari ham chiroyli qilib ishlangan, unaqa bakuyli qilib ishlangan. Xo'p, mana zavat qilamiz zenitni o'chirib. Hozir zo'r ishlangan mana. Mana yonlari 100 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. Mana orqasini ham ko'rsatib o'tay sizlarga mana. Orqa ko'rinishlari, balonlari ham rezin yumshoq bo'lgan, orqa balonlar tortadi. Ancha moshina qilib ishlangan bu mototsiklimiz ham. Shunaqa zakaz bersanglar bo'ladi. 7 yoshdan oshgan farzandliga ham shunaqa mototsikl zakaz bersanglar bo'ladi. Xo'p, mana bunisi Toyota 300 mashinalarimiz anchagina katta, 40 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. 8 yoshgacha, 7-8 yosh farzandli ham sig'adi. Mana 7-8 yosh bolalar uchun mo'ljallangan. Glavniy svetlari yonadi, uchta svetlari, spiral svetlargacha yonadi. Mana oldi abrisovkalar moshina ishlangan, nikkelli qilib, mana bu yoqda ham svetlari, oldi ko'rinishlari. Hop, bularda ham balonlar rezin yumshoq balon, yurgan ovozda chiqmaydi. 4 ta balonida motorchi amortizatorlar bor, 40 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. Bakuylari ham bunaqa qaylinadi. Bakuylari ham chiroyli cho'tki qaylinadi. Hop, bularni ham qisqacha ko'rsatib beraman. Hop, mana orqa ko'rinishi ham chiroyli ishlangan. Orqa ko'rinishlari, glavniy svetlarigacha yonadi. Ikkita tarafda mana bu ko'tarib olursa ham bo'ladi. Mana bu temirlari bor. Mana ko'tarib olursa ham bo'ladi. Orqalari, hop, sidinalari katta o'rindiqli, bitta o'rindiqli. Eko-ko'ysideni remellari bor, zaryadka simlari hammasi bo'ladi. Pedalni boshqarsa bo'ladi. 8 yoshgacha bo'lgan farzandlar ham sig'adi. Hammasi bor. Uni signallari ham bor. Bu yoqda muzikalar o'tkazishlari, torpedkalar, chiroyli ishlangan, tablolar, multimedia sistemasi bor. Fleshka ham qo'yishsa bo'ladi. Oldi-orqa yurishlari, svet yoqib o'chishlari hammasi bor. Pultni ham bemalol boshqarsa bo'ladi. Ichi ancha kattagina, kengina. Shunaqa mashina zakaz bersanglar bo'ladi. Hop, keyingisi keyingi mashinamiz mana bu Mercedes mashinamiz, GLA Coupe mashinamiz. Glavniy svetlari bor. Dubai Export varianti, litsenziyaviy varianti bu. Glavniy svetlari, spiral svetlar bilan glavniy svetlar yonadi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa yonishlari yarki bo'lib yonadi. Mana oldi abrisovkasi. Ancha joni baquvvat, balonlar rezin yumshoq bo'lgan, yurganda o'zar chiqmaydi. Diskanalar ham originalda ishlangan, litsenziyaviy varianti. Mana orqa ko'rinishlari. Orqa ko'rinishlari ham juda chiroyli ishlangan mana. Orqada ham svetlar yonyapti.
Ha, buni zadniyga qilsa svet yonadi, mana oldiga qilsa mana orqa ko'rinishi. Svetlari ham yonadi, spoilerlari ham bor. Equipage sideniya 7 yoshgacha bo'lgan farzandinglar sig'adi. Tablolargacha bor. Tablolar ham chiroyli ishlangan. Mana bu yerda monitorlargacha bor. Monitorlar ham ishlaydi, sensorli monitorlar. Hop, svetni yoqib o'chirishlari, kalitlargacha bor. 4 ta balon, 2 ta balon tortilgan qilsa bo'ladi. Mana korobka передатчиклari. Ular ham ishlaydi. Sidenlari ham ichlari ham ancha kattagina, kengina. Mana bu 400 ga mashinamiz bu qora rang variant. Sizlar ham zakaz bersanglar, sizlar ham qilib beramiz inshaalloh. Bu bir 60-70 kilogacha bo'lgan, 70 kilogacha bo'lgan yuk ko'tara oladi. Mashinalarimiz, mototsikl hammasi tayyor bo'ldi. Viloyatda bo'ylab dastlabki qo'mimiz. Rahmat, sog' omon bo'linglar.